ko'tarishni kesib kirib ketadi. Svet gazga to'lab oladi, bizni yo'q qiladi. Hoy. Kamranbek. Qaytamizmi? Ha, eski kiratam. Ailengiz için rengarenk ışık dolayıdır. Nasıl yapacağız? Sivil Studio Nagibin 10. sonida o'qing. Sarmusa Boyevni hamkasblari qanday xotirlashadi? Kamranbek bo'ldimi? Qo'ydingmi? Ha, o'tiring. Yetar. 8 bo'ladi. Shamollashni nazorat ostiga oling. Arching. Olmani archish butunlay. Menga ham butunni bering olmani. Şahane doğru geldi. Ertaga 10 emas, 10 bo'lsa kerak, ertaga. Ertaga u Şahane doğru geldi. Bekliyorum Allah 15. olması yani. Ben falan. Mahmud bo'lasizlarmi? Mana kamera nara. İlayim, bana şoku bayramlarınız yaşayan var ekan, o'zi chaqirmasdingiz. Faqat yurtlarni ko'proq chaqirasiz auditoriyaga. Qarang qanaqa chinlanib urishim bilanoq butun atirlarni Zo'rlar ikisi go'shab keldi. Shamgacha yetkazyapman. ay butunlay ichib bering.
Mashinam yürüyor. Isfan. Azizlarim, tanki bahor ayyomi, nafaqatimizga, go'zal ayollarimizga, Tabiiyda. hamma hayotimizda xonadonlarimizda yangilik, sog'lik, osmonimizga tinchlik, musaffo osmonimizga olib kelsin. Navbahor ochildi gullar, sabza urdi bog'lar, kelinglar birga o'ynaylik, jo'nalar, o'rtoqlar, dugonalar, azizlarim. Bu yoqqa eshitilmaydi. Şöyle eshitmaydilar-da, hali. Hech narsa eshitmaydilar. Yo'q. Buni chaqirsam eshitamiz. Osmoni qorayib ketsin, istilab qo'yingiz. Boshdan boshimiz oqargan. Ay, menga bering. Qorayib ketsin. Butun inson Ko'ngil beega, sarg'ayib boradi. Mag'rib birinchi ashirga. Ha. Nega anglamaysiz? Tushunmaysiz nega? Hamma jufti bilan qo'shiq qarsin, baxtli saodatli bo'lsin barobodga. Umri sulton bo'lsin, kelinglar bilan qo'shiq qarib yuring. Siz bizani akamiz, siz ustozimizsiz. Urganingizni yoshi, so'kkaningiz so'kkashi. Bilasizmi, farqo'rlikni boshlaydilar. Eng katta sovg'a nima bo'ladi siz uchun? Nima bo'ladi? Eng katta sovg'a biz uchun ona degan maqom. Har bir ayolga, hozir o'ylab qarab o'tirman. Voy jonim, afsonalarim, qanaqa ulgurdingiz. Не благодарен. Yo'q. Qo'lga chaqirib qo'ydilar. Og'ir kunlarimda mana shu xalq bo'ldiman bilan eng go'zal kunimda soningizga rahmat deb bu juda katta mukofot bilan uchun sizga tashakkurlarim, sizga ta'zimlarim, jonim ayollar, Nima olmaysan? ishoning, har biringiz afsonasiz, har biringiz muqaddasiz. Ravshan Komilov muqaddas ayolga ertaman yig'lamadim. Biz muqaddasligimiz aslida o'zimiz shunaqa deganimizda emasmi? Xuddi shunaqa qilib jamiyatga nimadir berganimizda emasmi? Yoki nimadir ish qilganimizda emasmi? Yoki onalik maqomini ko'tarolganimizda emasmi? Men siz bilan har biringiz bilan faxrlanaman. Men sizga uzoq umr tilayman. Eng asosiysi oltin sog'lik tilayman. Birontangiz charchab qolmaylik. Oyoqlaringiz sizni ko'tarib yursin. Yuragingiz doim urib tursin. Va bizga doim Qo'lga bering, bo'ldi, ha. Oymaydi. Ve qo'l ketdi. Biz ko'p qilindik. Biz ko'p og'rindik. Biz ko'p uzildik. Ammo mana shu yodimizni saqlab qolaylik. Biz sizlarga faxrlanamiz. Sizni yaxshi ko'raman. Farhod aka, sizni ham judayam yaxshi ko'rib qoldik. O'zi ko'rmaganda taklif qildingiz mana deb, keyin boshqa taklif qilyapsiz. To'g'ri. Teşekkürler hocam. Prorab yo'q ketdi? Yo'q. Ha? Oxum. Teşekkürler. Sen ne? Ben onu almayı tuttum. Bana insan. Men olmoqchi. Bundan Ha? Vereyim mi? Ne?
yetkazsin. Ayollarimiz haqiqatdan bahorga o'xshaydi. Bahor qalbingizga, beg'ubor qalbingizga aslo ko'z tegmasin deymiz. Buncha chiroylisan, simkor bahor. Bunchalar qalblarga sirdosh panohim. Bola chog'imda ham etardi maftun. Sendagi go'zallik, olam, istiqbol. Ro'zg'or izlardim, bahor bitmadi. Sochimga sanjardim qanday Yugurishini qarang. istardim shu bahor. Yugurib yuribdi Nuriyat deb Yillarga o'zini beg'ubor qalbingizga, yuzingizga aslo g'ubor qo'ymasin. Sen kulisiganiga o'shib eplolmay qorayib o'zimizni tappak bo'lib ketamiz ekan ular orqasidan yugurib. Elbegim shu payt kasal bo'lding, Elbek senga qaratadi. Otajonimdan rahmat, otajonimni ko'rgan, ularni hurmat qilgan, ular bilan birga ishlagan. Shunaqangi qadrdon mana shu. Kameraga qanday yeysan? Merosga qilyapsan? Bugun Bu qimmat yerda o'tirgan ayollar ikki karra baxtli ro'yxatda turdi, bilasizmi nimaga? ichki yemadi. Ayollarni Nima için keladi? Kechasi o'qimsan, yaxshi ko'rsa, bu yerda o'tirgan ayollarimizning millionlab odam yaxshi ko'rishadi. Har birida Yor yana buni. artistlar bor, millionlab sevgan insonlar bor. Ma, Shular qatorida yana jannatliklarni har biridan rahmat. Har biridan har qanday sharoitdan kasbiyat taqozosi bilan 75.500 kerak. Tilagim mana shu yuzlardagi tabassum, yuzlardagi tabassum yuraklardan bo'lsin, chin bo'lsin, kuchli bo'lsin. Qo'ying. Pasaytiring. Sevib yashanglar. Qarnimni pasaytir, biron baland ishlasam. Biz nimadan baxtlimiz? Biz umuman o'zbek ayollarimiz timsolimiz. Xoh xafa bo'lsak, xoh baxtlimizmi, xoh boymi, xoh shifokormiz. Shu ayollarimizni barcha o'zbek ayollari umuman ayollarni hammalarini bugungi chiroyli mustaqillik shodiyosi bilan chin dildan tabriklaymiz. Sog'lik, eng asosiysi sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, bag'rikenglik hech qachon hech birimizni tark etmasin. Hammalarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar. Rahmat. Yana bitta ajoyib xonanda ukamiz bor. Anvar Sobir. Ochiq beravering. Aya. Assalomu alaykum aziz bolalarim, ayolar. Bugun sog'liksiz bolalarim. Sizlarga bayram qiladigan barcha qarzdorlarga hech kimga bayramona sizdan tabriklayman. Sizlarning xizmatingizda bo'lish biz ko'proq sharaf. Ko'p şey aytaman, bir bayram qilaylik. Rahmat, sog'lik, marhamat. Come.